Odamga qarab supuradim, befarosat. Voy, uzr. Ko'rmay qopman, kechirasiz. Adolat? Sanmisan sinfdosh? Farruh, o'zingmisan? Ha, sinfdosh shu yerda ishlaysanmi? Ha, shu yoqda ishlayman. Men bu zavodni dilerligini olganman, shartnoma qilishga kelayotgandim. Hozir direktor bilan ko'rishaman. Yaxshiroq ish bo'lsa gaplashib beraymi? Ha, yo'q, qo'yaver, o'zimning ishim yaxshi. Mayli, o'zing bilasan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shartnomalarim tayyormi? Ha, tayyor, xo'jayinimiz kirib imzolaversa-da bo'ldi. Bo'pti, tezroq imzolab beringlar, vaqtim yo'q. Xo'p, bo'ladi. Assalomu alaykum, sinfdoshlar, hormaylar, charchamayapsizlarmi? Xabaringlar bor, Anhor kalbasa va go'sht mahsulotlarini zavoddan dilerligini olganman. Arzon narxda hammanglarga yetkazib beraman, boru. Shu desanglar kimni ko'rdim, aytaymi? Ana o'zicha a'lochi sinfdoshimiz bor edi, Adolat. O'shani ko'rdim, hozir zavodga kirib kelsam, ofisda ostonasini sifir yuribdi-da. Bir paytlar sovchi qo'yganimda meni odam o'rnida ko'rmagandi. O bekorga aytmagan, o. Yigit kishini o'zi bilan o'ynasang ham, omadi bilan o'ynashmagin deydi. Mana men nima ish qilyapman, u nima ish qilyapti. Aloqadaman jigarlar, o'tirishlarga kalbasa, go'sht kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Davay. Aka, ikki otdilar hozir. Bo'ldi. Shoshyotgandim-da prosta. Qani, bular shartnomasi tayyormi? Bering. Mana, mahsulotlarni xodimlarim yetkazib beradi. Keching mumkin. Adolat? Sen shu rahbarmisan? Shu rahbarim. Haligi boya Mahsulotlarni xodimlarim yetkazib beradi. Marhamat, ketishing mumkin. Yaxshi ishlar. Shonu shuhratingga kirilma odam, ko'kka otib yerga urar dunyo. Topgan tilla zariga berilma odam, sendan ham mendan ham qolar dunyo.